Borgundan akam sizni yaxshi ko'rar ekanlar deyman. O'zda opa, akam sizni yaxshi ko'rar ekanlar. Nima qiling? Yo'g'ini aytmanlar. Hozir olib kelaman. Nima dedi? Nima qilay dedi? Sen nima deding? Hozir olib kelaman dedim. Sen garangmisan? O seni yaxshi ko'ralar, senga uylanmoqchilar desak bo'lmaydimi? O'zi ayting. Aytaman. Ayting. O'zim aytaman. Shunday keladi hozir. O'zidaxon men sizni yaxshi ko'raman. Qo'ying deydi. Uylanishingizni aytmoqchi edingizmi? Yo'q. Men qum kiribman uyga arava bilan. Aravangiz qani? Hozir olib kelaman. Bugun kelsa dangal gapiraman. Menga qarang deyman. Короче, tegsangiz ham tegasiz, menga tegmasangiz ham tegasiz degan, tushundingizmi? Orzada to'xtang, men sizga uylanmoqchiman. Yo'q, uylanaman deysiz. Biron bir tayinli ishingiz bormi o'zi? Ha, men ishlayman. Shahrisabzda joylashgan Chorsu restoranda forma. Chorsu restoranda ovqatlar shu darajada shirin, qo'lingiz bilan mabodo yesangiz, qo'lingizni ta'mini ko'rib, qo'lingizdan yeyaverasiz. Agar menga tegsangiz, to'ydan keyin Asal o'yiga Mirakiga olib boraman, aylantirishga o'sha sayohatli joylar, Oqsaroyga olib boraman. Odamning eng katta xatosi va'da bosib erkakka turmushga chiqish ekan. Chorsuga olib boraman, Mirakiga aylantiraman, Oqsaroyga aylantiraman, Ko'ksaroyga ham olib boraman. Открываю двери без ключа. Стал богаче, даже богача. Salom yaxshi qiz. Bizning Chorsu restoranimizga xush kelibsiz. Nima buyurtma qilasiz? Sizni? Men menyuda yo'qman-ku, lekin bu yerda juda ham ajoyib mazali taomlar bor. Milliy taomlarning barchasi bor. Oilaviy kelib turishadi bu yerda ko'pchilik. Juda ham hazilkash yigit ekansiz. O'tiring, gaplashib olamiz. Bizda lekin ish vaqtida o'tirish mumkin emas-da, boshlig'imiz. Unda ishingiz tugashida men tashqarida kutib turaman, xo'p? Hazilmi bu? Hazil Millionni konsertida bo'ladi. Jinnivoy. O'ta seriyoz gapirganlar yo'q. Bugungi ish ham zo'r bo'ldi bola. Mayli, ertagacha sog' bo'linglar. Davay, tura. Ana qiz hali ham kutib o'tiribdimi? Qotilmikan, ha? Ya, men o'g'irlab pul talab qilaman uydagilarimni. Ya, unday emasdir, ey. Nima bo'lsa bo'ldi. Yaxshi qizsiz, umuman qazlashmas ekansiz. Men sizni sevib qoldim. Yuring, to'polani aylanib kelamiz. Voy, to'po yo'lda tursin, men sizga tarixiy Oqsaroy va Miraki so'murlarni aylantiraman. Yuring git. Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где рядом забью дыхание на бегу, тебя найду и не отдам. Пусть рухнет. Hoppa, mana uyingizga ham yetib keldik. Bugungi kunim siz bilan juda ham chiroyli o'tdi. Da, kech bo'lmasa uyga kira qoling. Voy, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Hozir uyga kirsam qo'shnilarim yana jalba qilishadi. Kranidan suv o'tdi. Men ayol kishi bo'lsam qanaqa buni to'g'rilayman? Eringizga ayta qoling. Erim yo'q. Yaxshi-ku. Yaxshi bo'lmabdi demoqchi edim. Men taxlab beraymi? Voy rostdan. To'g'rilashni bilasizmi? Bittada taxlayman. Mana vanna. Sharti bo'lmagan-ku. Siz buni to'g'rilab turing, men kiyimimni yechib chiqaman, xo'p? Yigitni bugun omad kelganmi deyman. Как саранча. Taxlab chiqdim. Xotin. Mana, erim yurmaydi deysan. To'ppasi yurarkan-ku. Xotin. Noto'g'ri xotin. Napni taniysizmi?